İsamko! Kamine zaten malakını. Sizin kalınızın derdi ama. Nomus kılmay Mustafa'nı mı tuldunuz mu? Bu saran senin zakuzkan ben deydi o yer. Ben hakkaniyetimde çınkırgalığım için benim aldığımda dumbalaya mıydınız? Şundak mı? Ana okuyat ki biz acayip kalmaya kaldık bakalım mühim işler oldu ya. Yer şehir degen tügüle görüşüp balımıza da. Küldür, elini küldürer. Küldür küldür səhnəsi, xuşallıq səhnəsi. Küldür küldür səhnəsi, şadlıq səhnəsi. Küldür küldür səhnəsi, barcha kült xurishlarni o'ziga mujassamlagan eng chong komediya səhnəsi. Miyadimitan? To'xta datmi? Qaçma. Tutib oldigan bo'lsam, to'xta. Ay, qachon cho'g'maysan, ha? Men sen necha qaytim dedim, men terishtirib o'ldirmoqchiman, ha? Endi qilamiz-qilmamsa? Qilmayman. Qilamiz-qilmamsa? Qilmayman. Buningki menda qilgan men endi ko'rib qolmay bulamda. Men advon uyga olgandan maylamsa, mana. Kechiring xonim. Bu narsidini bunchola bozak qilishingizga sabab nima? Qo'pollik qilish xonim qizlarga yarashmaydigan yirik qilmishdir. Siz bu odam qilpidan chiqqan bu qilmishingizni o'zgarting. Voy, nim da'vatsiz? Kim odam qalbidan chiqibdi? Men o'zimning bosliq tarbiya qilyapman, uqdingizmi? Voy, siz kim bo'lsiz? Haras. İşkimiz gerçi o'xshash muhit yashab, o'xshash quyoshning nuridan nafaslanib, huzurlanib, bir sharoit yashayotgan bo'lsakmi, İkimizden tunuşup kılıştığını ibaret bu peşkelçilikten yirak durgunumdan özlemini intayim baxt eskim var. Kamine sizin zaten malakıdır. Baxt Olturak rayonunun kesbi yazgıçısı. Mal kesbi. Siz zaten neyim demekçi ki bana fakat düşünemedim ben. Ben demekçi. Ha. Balığı terbiyeni urup emez. Çıraylı durdanılardan kılış gerek. Karan. Ağızdan sütünün temik etmeyen bu balını Muştan bozak kılgan bağımı. Oy kızlıkçı mı siz? Mağucu qarang, mening özümning balası. Men hech qanday kichik balani bozak qilmadim. Özümning balasi qanday tarbiya qilsam, bu özümning ishi, uqdingizmi? Bu özünüzдің balısının muşta bozak kılgan bağımı. Balı degen bilip bilmey, his kılıp his kılmay, ançı-mınçı hatalık ötküzüp buydu. Bu degen normal ahval. Çıraylık yaptırsanız bolmadı mı? Voy, chiroylik gap oqmidi. Buning kapsizligi uchun chiroylik gap oqmidi bu qaytim, uqdingizmi? Siz bilmaganga aralashmang. Balı bo'lsa, şok bo'lsa, bo'lmasa yo'q bo'lsa degan gap bor. Qarang, buning o'moqligini. Xonim, men mushu balning kelgusi istiqbolini o'ylab bo'lsimi, sizga ishqigiz tarbiyat aylik. Mush bishamlik, yovuzlik, jaddalik ayol kishiga yarashmaydigan illatdir. Siz bu mijazınızı özgertin. Ondak bo'lmaydiken, bu mijazınız balınızga yuqib qalsa, uning aqibetini tasar qilmoq tez. Voy, nimanda uşaq yaqilsiz? Xo'sh, mana uyga. Xonim. Yeni silkishlaysiz bu. Siz bu 1-10 tarbiyatlarni aylisam, manchilikni ta'sir qilmoqda. Qaraganda ishchingiz saprog'i qo'shib, qutuldirsiz holatga kelib qolsiz. Yani mustaqillik olsangiz, saqchiga. Voy, otama yoqalab ishni siqmay. Agatsiz. Bu balınızda bozaklıqdan azdır. Voy, nimda uşaq gap qilsiz? Ha? Nimda uşaq gap qilsiz? Voy, mening ishim aralashsa yo'lingizmansiz bo'lmanda. Qarang. Bunun o'moqligini. Mo'shundaq chiroyli o'moq balning sizdek xotindan tug'ilib qolgani siz. Balam. Opani xato qilibsiz. Senin kabahatlik o'tmishing, ichinishlik kelgusini o'ylab içim açık oldu. Appa! Voy, men balni oldi qalayimqa gaqib yuraysiz, ha? Voy, bu qiziq ish oldi-ku. Siz men tunumsiz? Voy, men sizni tunumdim. Voy, nim ortiq ishlar aralashib deyman bu. Ishingizni qilsangiz bo'lmamda. Bu yaxshilikning o'g'li tunish, tunmaslik bilan qilchi munosabati yo'q. Yaxshilik qil, qo'lingdan kelsa degan gap bor. Ma'qul. Siz bilan gap talashqidek vaqtim yo'q. Men sizdan o'tinib qolay.
men xato qilibdim. Endi men balam bilan bir ketib olsam, meni bir to'smisiniz bo'pti-ku. Ma'qulmi? Hey! Hanım, siz beni götçaklap kaldınız mı? He? Siz bana öyle apırıp da yani dumba almak için şundak mı? Ben hakkaniyet yolda çın turgalığım için benim aldığımda dumba alayamadınız, şundak mı? Oy, siz sağmı, sarangmı? Oy, ma bala, mening. Men ma balaning apisi, uqdingizmi? Siz bizning ishimizga aralashmang. Hanım, yine desem yeni deydi gensiz. Vay dedim o sizge, benim ismim Malakıdın. Voy, Malakıdınligingizni uqdingizmi? Ay balam, mademga mening kimligimni bir deb bergin, biz bu yerdan ketaylik. Men kim bo'lman deb beraman, men sizga nima? Appa. Anlagansiz? Men ma balaning apisi, endi ketsam-ku bula. Toxtam, siz balını bunçula qo'rqitib etken tusunuz, elbet şundak deydi de. Balını harlash qonunga xilaf. Sizning manchilik bu qonun enginiz yo'qkan bu. He? Qarag'an siz maktabni tuzuk o'qimay, o'g'il savodoshlaringizga muhabbat etisiz, maktab kutaga o'xshaysiz. Hay! Menga cheg'otsiz, og'zingiz qarab gapqilingchi, men gapqilsam. Mana. O'qimagingiz gapingizdan chiqib turmamdi. He? Odam o'zining og'zi qarab gap qila olamda. Odam boshqalar bilan fikr qilganda, uning ko'ziga, yuz qismi qarab gap qildi. Qaysi odam o'zining og'zi qarab gap qila oladi? Sizning qo'lingizning dadivami? Ha? Qo'lingizning dadivami? Bo'ldi. Siz bilan gap talashmadim. Jo'ra bolam, asti ketib olaylik yerdim. To'xtang. Ular qo'yiting. Voy, men balamni qo'yiting. Siz qo'yiting. Voy, men balamni qo'yiting, tatmanimda. Aqlim qoldi. Men haqiqiy ahvolni bilmagicha bu balani sizga bermayman. Voy, mening balam. Voy, men balamni beraman sizga siz. Bermayman. Haqiqiy ahvolni bek bilgingiz shundami? Shunda. Ma'qul. Tuting, iching. Voy. Qaraganda sizmi eski ayol emas o'xshaysiz. Şu mijozimiz sal istikkan. Bu bir xil qirta qansuqlik ya, nima? Nim bo'ladi? Men ichimlik qutisidan shirani ustiga qo'yib qo'ysam, men mening chavonmaydigan bolam a botilkini ichiga siyib qo'yibdi. Atiga men ichib sapdimi? Undaqdi bu. Mush balamning suydige. İnsaniyet tarixida sağolşaş banglash boldun yeni bir suatsa hergiz ishonmayman. Ishonishni bu qalmayman. Ha, endi o bilgansiz, men balig'i men shuni tarbiya qildim. Tushundingizmi? Xonim, gapning tüp ma'nosini qilib aytganda günah yalilsizniki. Ha? Menda? Qarang, çok cho'nqilgan balni o'biniga kirib kichik tarat qilishni o'rgatmadingizmi? Ya sizlarning balalarning potolkaga kichik tarat qildigan odat bormi ya? Voy, nimalar deb yurisiz? Balam senmize, voy nima deb buni tarat qilib qo'ysan, nima siyib qo'ysa deyman menga. Ha? Bizanchi obrniyda jo'ynabcha, mening siyim apa obrniyadan chiqib turadi desa, tuttu deb shuningla siyim ochqutqiz sivatim. Hada, günah sizdimiki? Aras Hanım, siz mushu potolkalikning balning suyga ishganligini burunli biladingiz, shundaqmi? Shunda? Bilib turib, yana nimishqa ma'nish kusiz. Men sizning og'zingizga zo'lab qo'ydimmi? To'xtamay kirishib oldingiz bu ishga. Yo'lingizga men desam nima ish qilmaysiz? Xo'p bo'ldi. Sizlarning mabadbashlik chiroyinglarmi emas, mijozinglarmi o'xshib ketiriki. Bala, mush potolkaga siygicha o'bini kirib siyishni bilmadingmi? Navada apang ishkimiz suydukdan zaharlanib, olmamiz bir narsa o'qib qolsak, seni kim boqadi? Voy, nim taqqa-tuqqa gapirib yurisiz? Ya, mening demoqchi o'g'lim sizga bir narsa o'qib qolsa demoqchi. Ha, dadam. Aras. Akla. Sen bu usab ketgansan haqiqatan balam. Sen ish baqaman andirsan. Sizlig'ing qanday? Sen. Yo'q, mavsumda sizga tetib qolsa, siz yo'q mavsumda.
Hanım, sizden so'rab bakay. Nomus qilmay mushtaq balni tug'dingizmi? Mush ofatni baxtingizmi? Bana qarg'an siri. Ko'zim sig'mayapti da. Nega bir kila? Ya potol qilg'imsi hamsa? Ya Yaşar'ın opa. Ya bir kila sen. Ne kila ya? Ne bir kila ya potol qilg'imsi hamsa? Ya opa deb to'xta dema. Ay, bana to'xta dema. To'xta dema, sizlar to'xta dema. To'xta bolam urma dema. Küldür küldür elni güldürem. Programmamız hoş geldin. Şu Lezzet Küldür Küldür programmamızga sizlarni alayda taklif qilgan vaqtimizda sizlarning numerlaringning borligini, mushu sahnamiz uchun ko'ngil so'g'is aytganinglarni anglab intayin xushal bo'ldik. Rahmat sizlarga. Ustozlarga, karxanchi do'stlarga men bir azroq tushuncha berib qo'ysam, bu bizning xizmatdoshlarimiz, bu opera mehmon cho'lponlari bizning mush Lezzet Küldür Küldür programmasining mushkullar suratga ilinayotganligini anglab, jiddiy turda shunday bir qisqa itotni tayyorlab akildiganligini men uqtaganlik uchun tuyuqsiz o'rlashdi bu. Bu itotning ismi Malaqidinning 3-kuni deydigan itot endi. Bay dedi Malaqidin degan ashadamning ismi. Bu haliqi Enver Abduz efendimning o'rinlashida bu obraz biz o'ynayotgan bu numru Karvan teatri qatorliq sahnalarimizda jiq davomlashdi. Mening nurg'un ziyoli og'aylarim so'rdi. Bu ziyolimi dedi. Şuna öyle bu sen ziyalini zanlı kılmışlar obraz yazıpsı deydi. Yok o ziyali emez. O adam işini bilmeydi onun da nait sözlük köp kalısı sözleydi gan. Şuna bu hem de pat yakında işlenmekçi olan bizden opera ümikinin icadiyetçisi Şöhret Abdüveli yenimizdeki kalemidir o yapı çıkıvatkan Malaqidin'nin 52 günü deydiğen televizyon tiyatrının 3. günün bir kısmının ariyası. Şu haftada bir sandan kıp 52 hafta oldu ki bir yıl. Aşındak taqıtılgan bir tor televizyon tiyatrındaki nemisi şunu ekapto sizlerge rahmet qarşalımız. Zıfar sen bek yaxshi oynadın. Sen bana rolünü çok başladım yaxshi oynadın. Seni bek yaxshi ko'rdim. Cuma balam rahmat sana. Rahmat. Küldür küldür elni güldürem. Biz sizlarni bək sevgindik, sizlarning idotlaringlarni bək sevgindik. Shu hamda shunday taqozolik bilan kutdik shu numerni. Unda xolsa albatta mush ajringlar uchun sizlarni Lezzet Küldür Küldür programmamizda quruq qo'l uzib qo'ymaymiz. Albatta ko'ngil so'g'imiz va Lezzet şirkati o'zining tatliqlaridan har biringlarga bir yurishdan sovg'at qildi. Uni boshqa Çindil şirkatidan ko'ngil so'g'is ekan. Yaxshimsiz, xush kelibsiz. Xonim sizga Çindil şirkatimizningki parvish yurishligidan ma balımızga tөгüs yuqur kalçılık aqsil talqanlardan ma inimga Çindil yel köydiriş kapsulu, piyaz kapsulunu soğat qılay. Rahmet. Abdullah aka. Enver'in yakın sal yeni taşkan ha. Yeni taşkan. Aşı yel köydürgen ne? Maqsuz yel köydürüşni san. Aşını bir sanmı giydi. Bunun üstüne küçük balınınkini işçi vağanda aşını olmasa zehir kaytırmışsın. Köydürmek mesela olmaz. Sanam şirkatining ama ko'ngil so'g'is ekan. Sanam şirkatining ashu yurishliq yurishlarimiz va ishqinglarga bir yurishdan sovg'at qilaman. Rahmat. Numaralarini xush bulduk. Sizlarga şirkatimizningki qahva yurishligidan undan sirt bu dunyodagi 10 cho'ng sog'lom yemak deb nomlangan yeşil yaprak markasdagi sulu yurishligidan bir yurishdan sovg'a qilay. Yaxshimsizlar, bu sahnada sizlarni ko'rib nihoyat xushal bo'ldim. Anvar akam bilan Qalbi Nurga bizning Nazifa shirkatidan bir yurish chinqachilarimizni sovg'a qilsam, Omaq o'g'limizga balalarning yurishligi bor, balalarning chinqachisidan bir yurish sovg'a qilay. Bo'ldi, rahmat. Ko'zlayninki sizlarga shu ko'zoq qutsin chikkini so'qmoqchi. Am avvalgi Malaqidiniki cho'qim kelgusida ishlanib chiqadi-ku, ha? Shuni ko'zaytib qo'ysak bo'ladi. Hamkorlashaylik demakchi. Hamkorlashaylik. Bo'ldi, rahmat. O'zingizningki oilasidagi ayolingizga
Ma güzel kız özü işiltidiğanga, ma oğlumuz apsığı berdiğanga, üçüncülağı bir yürüyüşten belsem degen. Rahmat. Sen çıkanıza Ettirgül Merkezi'nin 4. qavatga joylashgan Amin Kümüşlük top taqish do'konidan ishkinlarga bir yurish kumush zibizini sovg'a qilay. Sizlarga bizningki Gumunaya Inaq Ayla Yezigilik taraqqiyotchilik shirkatimizning yurishlik mahsulotlaridan 3 yurish sovg'a qilay uchanglarga. Umaq o'g'limga hammanglarga. Men sizlarga Şinjan Mehman Tor Savdo Çektik şirketimizden TTD markasidagi yangiq meg'izliq pinni gulqanti bilan yangiq meg'izliq qizilgul gulqantidan bir yurishdan sovg'at qilay. Salomat bo'linglar. Rahmat. Endi biz shu Mo'ligirin Abdullar bilan bir yil haqsiz mashinalarni asrash etib turibmiz. Wow, rahmat. Urumchida aloqalasanglar, Urumchi do'konlarimizga qachon borsanglar sizlarga haqsiz. Anvarga Qalbnur bizni ayt yaxshi ko'rgan san'atkorlarimiz, E'tibor To'rsoy shaharchimiz ayt yaxshi siltilayotgan, olqishga erishayotgan mayli bolalar, ayollar, erlar deb ayirmaydigan shu Xinlikan enzim fermentidan bir yurishdan sovg'at qilsak. Rahmat, unda qo'sa qizg'in alqishlarimiz bilan yo'llarimizni uzib qo'ysak. Kuldir saytimizda sizlarni yana kutamiz. Kuldir, elni kuldirab. Lazzat Küldür programımız naydi yuqur kayfiyatda davom etadi. Unda qo'sa qizg'in alqishlarimiz bilan keyingi mahirimizni sakli taklif qilamiz. Marhamat. Vey, qaya bu? Nevrem, kegine. Vey. Devamlıq yalnız taşıp koyduğu adamı kesse. Sen beni ançımış döre ötüdü deydi o. Sen beni döre alığa bilen külkemni döre alıpsa. Acayip. Hemen saldırman. Hürmetli ustazlar. Hem de küldür programımız boğan diken. Yesamkam çokum bir isimimizi kildiga şu yaxşı doğramısam mı? Yesamkam bir doğrab ötüşüm. Onda sen bana hürmetek bir işki yumur dep akay. Bulam da akay. Bak Yesamkam hürmet saza var ustaz. Sorun otasak minimum demetli bir bala. Yesamkamga şoraptın bir sunup kaldı qaram. Sunuştun ornu yok o çoğun ustaz. Yesamkam qarab qana. Yesamkam! Hoş geldin kıldı. Yesamkam akqon adam. Ve istevet sunsun. Öldü birlik qıtımda sunsun dep koydu. İkinci qıtımlıqta yanış olmaz. Menin eldi balda. Yesamkam qarapla. Yesam aka! Hoşa! Ve nimundan mesulluğa nemem avu. Öldü bir qıtım qo'shadi sana bo'ldi deb qo'ydi. 15 minutlik yanış olmaz. Bu araqımı işkence tutsagan imke birini qo'yibla. Yesamkam qarab idiyardan birini ötmedi mi buniki? İsam! Ağayna misal hoş geldin. Saran senin zakuzkan men deydi o ya. Özüm golcu suydundan emmiş Ürümçiге birmiş kesipti bir tırşaylı dep keldik demdi. Bu ya kelgendikin bir uy ijarı iş doğru ke kaldı bana. Qarsam bir buğumuzun uyu ekan, 2 qavat kuygan bu. Tegide yalnız buğumuz öz yatadi ekan, tüpidiki qavat bana ijarə verib qaldı da. Ama şartım var dedi bu boy. Nim şartınız var çonda desem, öyni sana bersem berey. Ama ağıyların ekiri varançının qılmaysan, araq tamak çekmeysen. Onu bunu qılmaysan bir setki tüzüp berdi bu boy. Ayda bir kirib so'rab qo'ydi da. Bunu dedim, biz hamma so'riladi hemen kesh qolgan ekan. Uyga kirmenken karvatdan tüyüp chiqib, oyog'imni tok ititmekede. Tok qilib anglab, boy bir o'g'inib qaytib uxlaydi keyin. Bira o'tgan ekan, ko'chkina va bo'ldi, ko'ch kelgina deydi. Nim bo'ldi desam, kunni kech kelganini azlab, oyog'imni to'kiltib itib, adamni o'g'it uyutsan dedi. Voy, chonadan nayt bir oyoqni ishgan qo'y, men o'ngshay bu qilqimni deb, naq shu kun kech yana so'rinni kech qapti men qaraka. O'tiribla Karavatı tübünü bir pay ayağım tuğuk taşıttı. Bu oyunu gibi isim kep kağa yan bir sasla koyup koysam taң atkan 5'te жүгіреп kepti. Köçe var oldu dedi. Nem bolsam başka vaqt kayni tok atattı. Akşam birini izip koyup yan bir sasla kaça atarken dep taң atып ketdi dedi. Baba bizden Süydon'da Rişit dep bir tağımız var. Abay taqtık tağam akamızınki tağı suludu. Bir gün öy çaqırıptık ya badım sana dutta çiyip bir edep çaldı. Lıqlı taqtık da bir Rişit kammu. Tuttan tutup birli pədide Old yetti naqsh tugidi qaraka. Hemen o tutacısı xumayım ekan Rişitga. Bu qolgan tutacılar mandaq çaldı kelsam mushtaqil çalsa ekan o'tsam shu qolgan tutacılar men tutqayan topolmay mandaq qildi deydi qara. Shuninglar Rişitga bo'pti, necha naqsh bilsam tömön naqsh bilma deydi. Uy, nimachilar tömön naqsh bilsa,
Unda qo'shilib bizning naqshimiz degan naqsha yetib bersa, momda o'qirib sizlarning naqshana qavu deydi. Tugidi qo'y. Ya baba isim keldi. İsim keldi. Ya balıqı ben muşakam qolsam hemen unutayım ekanman. Bu odamning xiyoli men ko'ringan bo'lgan ekan. Chindildi. Butun bak bard odam ekansiz jumla aka. O'sha kelganlarni quruq keltirmaysizlik aka. Peyzingiz aka. Bu chechingizni bir to'yga qo'yibdi deydi-ku sizda. Buna akimizga. Mana bir saçqanday chashqan. O'zi ya pul ichib oldimi, yo qanday bo'lib qoldi? İdiyerdə o'tmaylar bir müşning qishig'i beribdi bu. Yap baqqana meni endi mana. Yere acaba qo'g'lab yurib yeb ketdingizmi, boshqa yeydigan nimang yo'qdak? Mana endi yere. Desalik müş xiyol yo'q, nim bo'ldi? Buna shaparanga tegdim men. Mening butun avlod chashqonlarni osmonni uchuda yelanmaysa, shaparan va yo'ldishim desa müşning xiyol yo'q. Daraxt bir müş kaplaq turibdi-ki, "O, ko'dingmas, ko'dim" desa, mening ayolimnigidek ekanmish. Küldür, elni küldürep. Javlan rahmat. Bu programmamizga Hatayda vaqt chiqarib, sening ishing aldirash bilmas. Hatayda vaqt chiqarib, bu kasbdoshlar bilan birlikda kelib, sovuq demay, programmamizni betbagining rahmat oldi bilan. Yumurni mana obdan so'zildi. Mening ta'sirlangan yerim ustozimizni bir eslatdingda. Esam akamni doğramısanmı dedinglikda shunda doğruding. Men ish ama barmoqlarini ishlatishingni tatib, shunda o'xshidi. Bek chiroyli bo'ldi, rahmat sana. Sening har qatimliq programmamizga yana mana shunday dadillik bilan qatnashib turishingni chin qalbimdan umid qilmoqman. Rahmat. Nomer beramiz aka? Bermanda albatta. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mening boshqa gapim yo'q, shuncha xush bo'ldik, kayfiyatimiz ko'tarildi, kuldik. Uni ustiga bu inimning mana shunday doğrash qobiliyati xili ustunki. Teximmi bir kuchlandirsang bo'g'idak teximmi. Xudo kelganda haqiqat chiqarib o'tsanda. Kelamsan. Kelsang beraylig'amiz. Kes beramda. Qulji diyardan kelgan enelarimiz hammanglar shunchalik bir-biringlardan shunday talantli ekansizlar. Men shunchalik xush bo'ldim. Xalqimizmi cho'qim biz xush bo'lsak, mush o'tlagan mush ustozlarimiz xalqqa vakolatdan o'tiratimiz, cho'qim xalqimizni shunday yaxshi ko'rdi. Bundan keyin texmi ko'p xushalliklar bilan, mush yaxshi yumorlar bilan xalqimizni chaqirib keldirasiz. Men sizga 10 nomer berdim. Yumurlaringning alayligi bor-ku. Alohida. Aylık ayıqını tokuldutup atıdığan yumurma qattiq lohisi va yaxshi yumurka. Sen 10 numara verdim. Seni yemasa endi yeni saqlaymiz juma. Muborak bo'lsin. Hamda karxanchilar. Yer shahar degan tuglar ko'rishib qolmiz aka. Ko'zdagi mazadi ko'rishmaydi. Adam ko'ranmagach ko'zga deb qo'ygan adam. Muborak bo'lsin 95 nomerga erishibsiz. Unda bo'lsa karxanchilarimizdan so'g'isi va so'g'anmamsiz? Bo'lmi atishqoniki olmaymiki? Voy yaxki bo'lmayapmiz. Olmaymi degan atishdan birini ko'ryapman. Xush kelibsiz saniga. Biz Şinjan Çindil şirketimizningki ko'zur mahsuloti to'g'ist yuqori kalsiylik aqsil talqinni sog'at qilaylik. Rahmat. Rahmat. Yumurlaringizdan xush bo'ldik. Sizga bu shirkatimizningki mahsulotdan Ne'mat qahvasi bilan ko'ks sharbatini bir yosh sovg'a qilay. Rahmat. Xush kelibsiz ukam. Shunday yaxshi chaqchaqlarni ekapsiz. Men sizga buyurib yurish, sanan mahsulotlarning ham o'g'onlag'im bo'lgan. Erlar chash bo'yiqimiz bor, chash sopulari bor, badan sopulari bor. Shuningdan bir yurish sovg'at qilay. Rahmat. Men nim bermish o yana. Shuni ular so'rinda ap bo'lgan-ku. Shunday olsunmi? Yani senin maşinanın bir yıllık asraç işlerini Moligir markasidagi Abdullah bilan bir yil haqsiz maşinani asrab bersin. Biz sizlarga Lazzat shirkatining onamning neni yurishligidan 2 yurish sovg'a qilmoqchi. Tatlixlar muborak bo'lsin. Bizningki E'tibor To'rso shaharchimizningki nayt yaxshi setilayotgan mahsuloti birsi shu maydonga kelgan Xanlikam inzem fermenti bilan Anaki mush mahsulotni supermarketdan setib olgan barliq xaridorlar, xonim qizlar Külqin shirkatininki 3000 yenlik yuzchaplikqa erisha oladi. Buni ayolingiz yuzchapliqni to'sqinimiz orqali erishib olsa bo'ldi. Rahmat, rahmat. Ana ketdi, biz ajab qolmay qoldik, hali muhim ishlar bo'ldi-ya.
Biz bu Nazife şirketinden sizge bir yürüyüş için kaçımızını hediye qildik. Rahmat sizge. Rahmat. Numarını beğenmesek soğukla üzülmeydi o. Közek şirketininki kutusunu benden. Sizning nomeringizz menga shunda bek yaradi. Sizga şirketimizningki aşk maşqlar o'zgidan bir yurish beraylik. Ha 95 numar bilan sizni o'zib qo'ydigan bo'ldik. Ustozlarimizmi sizga numar bergicha yana sahnamizga keling dedi. Kelimi? Demak, cho'qim bir topshiriq bordam edi. Unda bo'lsa, kuldir sahnamizda sizni yana saqlaymiz. Kuldir, elni kuldirab. Birga birini qo'sib nima chiqadi desam, ikki chiqadi dada. Men taladan bir balni yutlab kirsam nima chiqadi desam, jidal chiqadi deydi. Bir og'inam bor, muqim, cho'qim pul qashlimaydi-da bu. O'rta ko'rib to'qining cho'pinda qo'yibdi. Men 30 ko'q so'zlashgan qo'tsam, qog'inni dey chiqqan deb beraman. Yaxshimizda bor. Raskachimi ya? Siz aktyorlarmi ya o'zing havaskormi? Men Yaslim Arifni o'qigan. Piyozni saqlab bilan yeb o'tib qoldingmi Alloh. Sizlarning shu so'tinglarga xush bo'ldik. Ma ustozlarning degan gapidan bir narsani uqdinglarmi? Uqqanliginglarni uqib qoldim. Kuldir, elni kuldir.